Tılsımlar dünyasida nur quchqan olim Rishad Abbas. Adabiy axborot. Avtori Qaysar Mejid. 9. Rishad Abbasning kasbiy sohadagi yuksalishi uning ilmiy tadqiqotda yaratgan natijalariga yarasha parallel holda tang suratda yondashib mangdi. O'tgan 10 yil ichida u bir dori tadqiqotchisidan mas'ul tadqiqotchilikqa va oxiri bosh tadqiqotchilikqa ko'tarildi. Ya'ni xalqaro saviyaga ega olim bo'lib yetishib chiqdi. Mushu mezgilning o'zida yana idoralarda tegishlik boshqarish xizmatini ustiga elib, odatdagi boshqaruvchidan bosh boshqaruvchiga, yordamchi direktorlikdan dunyodagi 5 cho'ng dori tadqiq qilish yasash markazining biri bo'lgan Wise tadqiqot markazida maxsus rak kasalliklariga aloqador dorilarni tadqiq qilish yasash tarmoqining mas'ul bosh direktori bo'lib o'stirildi. 6 avgustning bir hafta oxirida men uning bilan Nyu-Yorkda ko'rishdim va uning bilan birlikda Hudson daryo bo'yida choy ichgach suhbatlashdim. Bilmay yuribdiq, shuncha ko'p natijalarni yoritibsiz. Tabriklayman, dedim men uni ko'ribla. Yo'q, Sofka, texi talabdan ko'p yiroq, dedi u javoban. Men uningga kayni-kayndan savol qo'ydim. Sababi uning hozirgi tadqiqot ahvoli va kelgusida qilmoqchi bo'lgan ishlar to'g'risida o'qirmanlarni xabardor qilmoqchi bo'lgan edim. Mushu kamgacha bo'lgan hayotingizda sizni eng xush qilgan narsa nima? Sizni afsuslantiradigan narsa-chi? Mening eng xush bo'lganim bola chig'imda ko'rgan tushimning kundan kunga reallikqa aylanishi. Mana ko'rib turibsan. Uzun yillik o'qish, o'rganish va tadqiqot orqali men oxiri dorining qandoq yasaldiganligi va bemorlarga qandoq shifo bo'ladiganligining prinsiplarini tushunib yetdim. Har qatim bir yangi dorini muvaffaqiyatli holda tadqiq qilib va sinov qilib muvaffaqiyat qozonganimda kasallik dastidan azoblanayotgan hamma irqdan, har xil e'tiqod va o'xshamagan madaniyat orqa ko'rinishiga ega bemorlarning azobi yeniklaydigan bo'ldi deb o'ylaydiganim. Demisimi, men tadqiq qilib yasab chiqqan dorilar Amerika dori boshqarish idorasining tasdiqidan o'tib, bozorga selingandan keyin olamning hamma chetiga yetib bordi. Bu siz orqali biz Uyg'urlarning insoniyatga qo'shayotgan to'hpisidan-a? Demak, buningdan bizmi xo'sh, dedim men uning gapini tasdiqlab. Undaqda sizni afsuslantiradigan narsa bormi? Albatta, opamning bizdan vaqtsiz ayrilishi bak yuragimni tatilab bearam qiladi. Ba'zida kechalar o'ylab ketaman. Hajab o'qidim, tadqiq qildim deb uzun yil hapilishibdiman. Opamning kasaliga shifo bo'ladigan dorini tadqiq qilib chiqishga ulgurolmadim deb. Shundoq davatib, u beshini tuvan soldi. Uning ko'zlarida yosh tomchilarining lig'irlayotganligini ko'rib. Apla, so'ramasam bo'ptikan deb pushaymon yeb ulgurdim va uningga tasalli berdim. Uni endi banda bo'lgandan keyin Allohning irodasi deymiz. İnsan bilmeydiğen narsa bek köp iken ukam.
deydi u beshini ko'tarib. Bu olamda tilsim degan noyat ko'p ekan. Bir odam ömrida shuncha kuchsimi, faqat ozroq narsani tushunalaydi ekan. Kichikkina sirni yeshalaydi ekan. Bu sizning kamtarligingiz, dedim men uningga. Mana menmi aqlim kelgandan buyon o'qiyapman. Ozroq narsani tushunganim bilan sizga o'xshash tilsim dunyosida ot chepib boqqanim yo'q. Sen tex yosh tursang, u menga madad bermak bo'ldi. Bundan keyingi tadqiqotingizda nima qilay deysiz? Planingizdan xalqimizni xabarlantirsam bo'lamdi? Xalqimiz uchun shon-sharaf keltirish bu mening intilishim va tirishishimdagi yana bir maqsad. Shundaqla g'ayrat shijoatimning manbasi. Shunga qilayotgan va qilmoqchi bo'lgan ishimdan ularni xabarlantirganing yaxshi ish. Chunki u men uchun ham madad, ham turtki bo'ladi. Navbatda insoniyat rak kasalligining tahdidiga duch kelmoqda. Bu nijis kasalga giribdor bo'lgan bemorlar hayotidan burilli ayrilib, urug' tuqqanlarini hasrat qo'yib ketmoqda. Men bu yuzlanishga diqqat qilib kelyapman. Rak kasallarining turi ko'p, ammo hammasi degudak ajallik. Qanday qilganda bu kasalni tizginligili eng ideal sharoitda. Qanday qilib bu kasalni yo'q qilg'il bo'ladi? Mana bu meditsina sohasi yaqindan buyon jiddiy turda tadqiq qilayotgan bir murakkab tema. Ochig'ini qilib aytganda, yana bir tilsim. Bu tilsimning tegiga yetay debsizda? Amaliyotda men bu haqdagi tadqiqotimni allaqachon boshladim. Lekin rak kasalliklar tadqiqoti butun tadqiqotlarning ichida qiyinlik darajasi yuqori bir tadqiqot. Shunga ko'proq ter to'kishimga to'g'ri keladi. Bu haqda ishlayotgan tadqiqotlaringizning yuzlanishi qandaq? Sangıma ma'lum bo'lgandek, rak kasalligining turi ko'p. Masalan, oshqozon osti bezi raki, ko'krak raki, jigar raki, o'pka raki va hokazo. Uzun yillik meditsina va dori tadqiqoti jihatda qo'lga keltirgan natijalar ham universal bilimlarimizning ish berishiga ergishib, biz rak kasalliklarini paydo qiladigan xatarlik omillar haqida ma'lum tushunchaga erishdik. Ammo o'xshash turdagi rak kasal bo'lgan ikki bemorga bir xil dorini bersak, ko'rsatadigan unumi o'xshash bo'lmayotdi. Shunga hozirgi bizning tadqiqotimiz maxsus nishonliq holda rak kasalligiga taqobil turadigan dorini tadqiq qilib vujudga keltirish, ya'ni yakki bemorning gen jihatdagi tuzlishiga asosan davolaydigan unumlik dorini tadqiq qilib chiqish. Bu jihatda biror natija bormi? O'tgan necha yillardan beri men muhim tadqiqotchilarning bir sifatida qatnashib, tadqiq qilib, vujudga keltirgan Tarseva TM Erlatinib degan dori Amerika dori boshqarish idorasining tasdiqidan o'tdi. Yaqinda bozorga selindi. Hozir dunyoning har qaysi joylariga tarqalyotdi. U dori asosliqi o'pka raki va oshqozon osti bezi rakiga giribdor bo'lgan bemorlarga shifo bo'ladi. Lekin o'zingga ma'lum, tadqiqotning cheki yo'q. Hamon bildig'inimizdan bilmaydig'inimiz ko'p. Shunga ata texmi yaxshi narsani barliqqa keltirman deb to'xtamay tirishchanlik ko'rsatishga to'g'ri keladi.
Mən vətəndəki tərəqqiypərvər kişilərning maqala yazıb beriş haqqıdakı təklifini tapşırıb elib, Uyğur alimləri və Nobel mükafatı haqqında teyiz bolsunmu qısqacha to'xtaldim. Maqalamda mən Uyğur alimlərinin fən texnik sahəsində Nobel mükafatıga erişişidən ümid бар deb bisharat berdim. Biroq mən onun vaqtiga chek qo'ymadim. Chunki qo'yolmadim. Balki u olimlarimizning suratiga bog'liq deb aytdim. Siz bilan bo'lgan suhbat tuyuqsiz menga Nobel mukofoti haqida eslatib qo'ydi. Chunki siz va sizga o'xshash yetishib chiqayotgan olimlarimiz mushundaqla zo'r tirishchanlik ko'rsatsa, Uyg'ur olimlarining yaqin kelgusida Nobel mukofotiga erishishidan zo'r umid bor. Uning ustiga meditsina ilmi bo'yicha Nobel mukofoti tarqitiladi. O'zingizni Nobel mukofotiga erishibmi xiyol qilamsiz? Nobel mukofoti o'zingga ma'lum bo'lgandek, ilm fanda eng buyuk cho'qiga chiqqan kishilarga beriladigan tortuq. Men bir chog'larda bu haqda xeyli o'ylangan, orzu qilgan. Keyin ilmiy tadqiqot bilan bo'lib ketib, u xiyolni unutib qoldim. Biroq yaqindan buyon shug'ullanayotgan tadqiqotim menga qaytadan u o'tni tutashtirdi. Biz banda, biz sabab qilg'uchi, qudrati ulug' egamdan tiliguchi. Men hayotimda hech qachon mumkinchilikni rad qilib boqqan emas. Mubada bu mukofotga erishsam, u bir katta ish bo'lgan bo'ladi. Chunki u mening emas, xalqimning erishgani bo'ladi. Mubada erishalmasammi, hech bo'lmadi deganda, u xil o'tning yosh olimlarimizga tutishiga foydasi bo'ladi. Eslatma 2. O'qiyotgan kasbimning sahiya iqtisodshunoslik bo'lishi tufayli insonlarning sifatlik holda sog'lom yashashiga ta'sir ko'rsatadigan xatarlik omillar va hozir duch kelayotgan yuqumliq va so'zilma xarakterli kasalliklar haqida bir qator yaxshi tushunchaga egaman. Rak kasalligi haqida mundaq bir statistikalik fakt bor. Hozir dunyo bo'yicha har xil rak kasalligiga giribtor bo'lganlarning soni yiliga 10 million bo'lib, bu kasallik sababidan o'ladiganlar 7 million. Tadqiqotchilar rak kasalligiga giribtor bo'lganlar sonining keyingi 20 yil ichida taxminan 50% oshadiganligini bildirishmoqda. Rak kasalligiga giribtor bo'lganlarning hayot qilish nisbati intayin tuvan. Mana shundaq sharoitda rak kasalligini unumlik holda davolay oladigan biror dorini kashf qilgan olim Nobel mukofotiga erishishga haqliq albatta. Men maqolaning beshida so'zlab o'tgan Alexander Fleming 1881 yildan 1955 yilgacha yashagan. Dal pensilinni bayqaganlik uchun 1945 yili fiziologiya va meditsina ilmi bo'yicha Nobel mukofotiga erishgan. Rishad Abbasning so'zlaridan umidlandim va vaqtning bir yerga berib qolganligini ko'rib, muvaffaqiyat qozonishingizga tilakdoshman, dedim men bu temadagi suhbatimizni oxirlashtirib.